muhojiratga Uyg'urlar da'voga qatnashayotgan Uyg'urlar va qatnashmayotgan Uyg'urlar deb ikkiga bo'lingidek bunday qarasam. Shuni qilishga tegishli ishlarmi ikki qatlamga nisbatan o'xshash ishni tavsiya qilish biroz to'g'ri bo'lmaydi ekan deb o'yladim. Shunga sal farqliroq bo'lishi kerak. Menimcha da'vo sepidiga tuvandagi bir qancha nuqtani aytdim. Balki buni birinchisi, eng aqalli narsa Turkiston davosining haqliqligiga va buni g'alaba qildiganligiga ishonish kerak. Butun mush da'vo sepidiga ishonish kerak. Bu qarmoqqa bu ishonimizga deymizga. Xo'sh. Ammo ichidan ishonish boshqa bir gap. İçidən işengen çağda anda ümitsizleniş, boşanlık, anadikin bayan degендek turmuş elekçiligi aldığı sebep bu işlere qarayanmaslık degендek işler yüz bermeydi. Bunda yüz bermeydi. İçidən işengen vaqtda bu başka bir vaziyet yaratıldı dünya. Hatta ben Konya'daki söhbet aldım kayıp. Şunda dedim bu de. Eğer chet eldeki hem Uyghur, iki işini kılalım, biz kurtulumuz dedim. O iki iş birisi. Hiç kanda pul ketmeydiğin iş yaptı. İktisat ketmeydiğin iş. Birisi içinden Xitay'ın aman bir günü gumran bulunduğu ise. Yakın bulumunda buldu. İşte yüzünün ailesindeki ballarını Boğsa hemmesini, boğunusu her bir Uyghur ailesi birdin balasını şu Xudoga dua qilib turib, iniq qilib turib, şu dinimiz, vatanimiz, milletimiz üçün nazar qilyapsa, mushu balam mushu yo'ldalam yashaydi dedi. Biz işimiz uzoqqa bormay hal bo'ldi. Buni hammadan qilar aytgan ish. Bu hammadan qilar aytgan ish, ammo qilmayotgan ish. Qilmayotgan ish.